Samarqand iqtisodiyot va servis institutida kambag'allikdan farovonlik sari partiyaviy yondashuv va amaliy tashabbuslar mavzusiga bag'ishlangan Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi markaziy kengashi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Samarqand viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etilgan anjuman tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Barqaror daromad manbalarini ko'paytirish, iqtisodiyotning muntazam o'sishiga erishish, kambag'allik sabablarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha yurtimizda muhim dastur va loyihalar amalga oshirilyapti. Xususan, kambag'allikni qisqartirish, farovonlikka intilish masalalarida ilmiy yondashuvlarni kengaytirish, tahlillar asosida yangi taklif va tashabbuslarni shakllantirish dolzarb vazifaga aylandi. Konferensiyada so'z olganlar bir oila kambag'alligining bitta emas, bir nechta sabablari bo'lishini, bu oila barqarorlikka erishishi uchun har bir sababni alohida o'rganish talab etilishini, bunda xalqaro tajriba va tadqiqotlar muhim ekanligini alohida ta'kidladilar. Xalq demokratik partiyasi esa kambag'allikni qisqartirish, inson kapitalini har tomonlama rivojlantirish, har bir insonga sharoit va imkoniyat berishdek ezgu harakat va tashabbuslarni to'liq qo'llab-quvvatlayotgani, belgilangan maqsadlarga erishish partiyaning ustuvor siyosiy maqsadi ekani alohida qayd etildi. Amaliyotga qaraydigan bo'lsak, asosiy e'tibor demak inson kapitalini oshirish, ya'ni odamlarni birinchi navbatda ta'lim sifati va sog'ligini tiklash orqali ularni barkamol inson bo'lib yetilsagina va ular barqaror ishga ega bo'ladi. Barqaror kasbga ega bo'ladilar va o'sha barqarorlik orqali keyin kambag'allik o'z-o'zidan kamayib borishligi alohida bir omil sifatida ko'rsatilyapti. Mana hozir so'zga chiqqan ekspertlarimiz, viloyat vakillari mana shu viloyatda olib borilayotgan kambag'allikni qisqartirish bo'yicha chora-tadbirlar bilan atroflicha tanishtirdilar va bu bo'yicha ba'zi bir amaliy natijalarga, amaliy demak namunalarga erishdik va shu o'ylaymizki, hozirgi konferensiyada bildirilgan taklif tavsiyalar kelgusida mana shu inson kapitalini oshirish orqali mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirish, ayniqsa yoshlarni ish bilan ta'minlab, ularga innovatsion ta'lim berish, ularda yuqori maosh oladigan ana shu IT, axborot texnologiyalariga o'qitish, fintech loyihalarida o'qitishi yoki startap loyihalarini bajarish orqali o'zlarini ish bilan ta'minlash orqali yanada yuksak katta daromad oladigan ish bilan ta'minlanishiga yo'l ochadigan masala ekanligi alohida ta'kidlandi va o'ylaymizki, konferensiyada berilgan taklif tavsiyalar kelgusida bizni partiyamizni dasturiy amaliyotini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi degan fikrdamiz. Konferensiyada kambag'allikni qisqartirish bo'yicha hududlarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar natijalari, yoshlar va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlari, fuqarolarning iqtisodiy faolligini oshirish omillari, ilmiy jamoatchilik va fuqarolik institutlarining bu jarayondagi o'rni kabi mavzularda ma'ruzalar qilindi. Olimlar, amaliyotchi ekspertlar, parlament quyi palatasi a'zolari, mahalliy kengashlar deputatlari o'zaro fikr almashdilar. Olimlarimiz tomonidan bu haqda olib boriladigan ishlar bo'yicha ilmiy jihatdan juda yaxshi xulosalarini bildirdi. Mana bizning Paxtachi tumani bu viloyatning eng chetida joylashgan. Hatto mana shu Narpay kanalidan boradigan suv ham to'liq yetib bormaydi. Bizda shunday joylar borki, masalan, Yobu mahallasi bor. Yobu mahallasiga suv yetib bormaydi. Suv yetib bormagandan keyin mana keyingi vaqtlarda shunday tashabbus bilan chiqdiki, yer osti suvidan foydalanib issiqxonalar qurildi. Ular endi oqar suvga umuman muhtoj emas. Shu kambag'allikni bartaraf etishda ham mana shu shaxsiy tashabbuslar qachonki bo'lsa, shu joyda kambag'allik bartaraf bo'ladi. Katta daromad qilyapti. Ularda hech qanday muhtojligi yo'q, kambag'allikdan yiroq ular. Bu haqiqatan ham bu tajribalari boshqa mahallalarga ham o'tyapti. Bunda deputatlar, ayniqsa nuroniylar, bularda ham hissasi katta bo'lyapti. O'zi bunday olib qaraganda muhtaram prezidentimiz hamisha bu yangi tashabbus bilan chiqadi. Mana bu tashabbus ham prezidentimiz tomonidan ko'rsatilgan tashabbus ham dolzarb masala, ham haqiqiy talab qilingan, ertangi porloq kunga keng yo'l ochib beradigan tashabbus. Biz mana shuni natijalarini yaxshi qilish uchun deputatlar, nuroniylar birgalikda kelishgan holda mana shu kambag'allikni bartaraf etishga munosib hissa qo'shishimiz kerak, hamda u kambag'allikdan
bartaraf etilib, ish bilan ta'minlanganlarda ham doimiy ishlashi uchun keng imkoniyat yaratish uchun bor imkoniyatlardan foydalanib xizmat qilishimiz kerak. Ana shunda natija yaxshi bo'ladi. Konferensiya yakunlariga ko'ra kambag'allikni qisqartirish, aholi farovonligini oshirish masalalari yuzasidan qator taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.